5 yil ko'p yursam mana shu manetlar achib og'riydi. Abitdan keyin ishib ketadi oyoq. O'zim sog'izdim, siniqchilarga sog'izdim, travmatologga qaratdim, reginlarda chiqmadi. Chiqmaydi. Reginda chiqmadi. Keyin bolalarga nima qilib yozinglarchi YouTube'ga dedim. Sizlar o'tiring. Bo'lmasam qarang, bu ikki oyog'ingizmi? Bilmasam, buni aniq qayilganini bilaman buni. Bu ori yurganda bozorda qayirtirib olganman. Chunki ko'yim chiqqan go'sht ko'rinyapti-da. Keyin buni ichiga et bitib qolganga o'xshab og'riydi. Ichida bir nima bor deb og'riydi. Bugundagi shunaqa bo'ladi-da. O'zimizda rosa sog'izdirdim. Baylatdi, boshqa qildi. Endi quloq soling-da, bu yerlar chiqadi. Birdan bitta sog'inda yaxshi bo'lib ketmaydi. Juda ko'p ko'ryapmiz, chunki ko'p keladi. 20 kunlab hassada yurdik, 20 kunlab. Chiqib ketadi, yana keladi, shunaqa bo'ladi. Hozir bir sog'andan bulaymiz, Xudo shifo bersin. Xudodan deb so'raymiz. O'sha Bahodir aka nomerini nimani topdik YouTube'da. Yozdik. Faqat shu Moskva chiqib Moskvada ko'pda men endi YouTube'ga qo'yayapman shuning uchun. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim ko'raylik qani. Yo Allohim. O'rnimdan turganda tovon tevasi og'riydi. Men oldin bir qizdirib olay. Bo'sh qiling, oyoqni bo'sh qiling. Bo'sh bo'lmaydi bu. Bo'sh bo'ladi. Oyoqni bo'sh qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Oho. Bo'shatib olaylik, oyog'ingizni bo'shatib olishim kerak. Kamoliddin olib kelgan. Cho'zmang oyoqni, tashlab qo'ying. Ayyor burganib qolibman-da men. Shunday. Mana bo'sh turibdi-ku, bo'sh qiling. Qizdirib olaylik, chunki qiynalib qolmaysiz. Aka olmabmiz baylasa-ya. Qayerga borsak bayladi-da. Qatib qolgan shu oyog'im, qanday bo'lchi? Qimillamaydi. Osilib tursin. Tashab qo'ying-chi. Shu tashab qo'ying. Bir boshdan suhbatda mana yerdan chiqib ketganda mana qarang. Mana shu Ana shu yerda og'riq bor-da. Qatib qo'ydingiz. Qarang, qotib qoldingiz. Qat yo'q, men yo'q, qo'ying, mana bo'sh qo'ying. Qo'y mana. Yo'q, bo'sh qo'ying, qimirlatmang. Bo'ldi. Eski. Mana qarang. Voy. 10 yillikni ko'rdim deydi. Bunday sallamlash qiling. Shunday tursin. Mana yerim tushib ketgan, ko'ryapsizmi? Mana shu yerim tushib ketgan. Bunun barini qo'l bilan so'rash osonmi? Voy. Yeriz tushib ketdi. Baqiravering. Baqirmasangiz bo'lmaydi. Voy. Mana shu yerda chiqib ketganini qarang. Voy. Shunaqasidan yuribman 5 yildan beri. 5 yil bo'lgan endi uni. Og'riydi-da. Hozir. Yeri tushdi darrov. Mana endi kiyimda bo'ldi. Keyin sizga bitta nimani aytaman. To'xtab turing. Menga qo'yib bering. Hop. Endi qaytasiz endi 5 yil bo'lganiga shunday. Bo'ldi. Baqirib yig'layvering bemalol. Men soat qarg'asangiz ham mayli. Bo'sh qiling faqat, oyoqni bo'sh qiling. Rost kelsa endi oyoqni qo'limdan kelgancha qilayda. Yo'q, bitta nimasi bunaqa temir taxtacha qo'yib ezdi-da bittasi boshida. Mana etim chiqib qiynayapti, ag'ayam. Hozir mehlarni ko'rib olay. Og'rigan tomon tegmay turay. Xo'sh. Allohga shukr. Alloh o'zining shifo beradi. Shifo bergin. Bo'sh qilib, qattiq qamang. Qo'limdan olib qoladi, charchab qolaman. Keyin
Ha yo'q, qaborolmayman. Hozir yonboshda o'tiribman. Yonboshlab turaversin shunday turib. Ma'qulda. Endi barmoqlaringizni ko'rib chiqaychi. Mana bunaqa joyga mana shuncha balandlikda taxtacha qo'yib turib, ezdida oyog'imda uchiga chiqib. Mana suvaylar ham o'sib ketganga o'xshayapti oyog'imda. Hozir ko'ramiz. Barmog'ingiz bir boshdan ko'rib boryapman. Ikkovi soppa-sog'. Bolalarga oyog'im durib ham betim qolmadi. Endi tuzatish kerak-ku. Hey. Shirasizmi? Ay, chiqibsizlar. Aslida tushdi joyiga. Do'mpillab qopti. Voy be. Tushirdik. Xudoga shukr. Ko'p joyi bor. Men shuni ko'raylik. O'zi o'sha suvak tug'may bo'lsa kerak deyman. Katta bo'lib ketdi qandaydir, oyoqlar aqabaqa bo'lib. Yo'q, katta bu boshqa, tug'ma semirgan u boshqa bo'ladi. Mana bu suyaklar chiqib turibdi axir. Fors kengayib ketgani baylar meni qiynadi-da. Qisillab. Voy. Mana qara endi. Bosh qilib turib. Voy. Yer rahmatchilar. Voy, buncha qasirlaydi bu oyog'ingiz. Sikamdirda. Mo'jayim taraf yo'l chiqib ketdi-da. Qasirlab borayotgan ko'ryapsiz. Voy. Allohga shukr. Havo bering. Mana o'sham yildan yilga katta bo'lyapti. Endi hozir Bu nimaniki bu? Hozir men solaman-ku, solgandan keyin yana shishib ketadi. Unga e'tibor bermang-da, maylimi? Ha, mayli. Uni boya bu yerga soldim-ku. Ha. O'shani zahri bo'ladi. Zahri bor. Lekin avaylang chiqib ketadi, chunki bu yer ko'p chiqadi. Bittada tushmaydi. Ha. Buni yana kelsangiz kerak hali. Chunki sizniki 5 yil bo'lgan. Qanchada bir oyda kelamanmi? Bittazniki 10 yil bo'lgan ekan, qo'lini hali solyapman. 1.5 oy bo'ldi. Bu boshda hozir ikkita joyi qoldi. Endi ertalabda ko'raman, bo'pti ko'raman. Shuning uchun har 15 kunda bir xabar olasiz. Shuni bilan avaylab yurasiz, 15 kundan keyin shishiga qaytarib boshqa qiladi. Chiqarib qo'ysangiz, qo'ygan bo'lsangiz yana bilinadi. Qarang, mana palosni mana shu yerdan ezsam bildiradi-da. Yer bilan. Qayerroq shunda? Shunda qayilib bo'lib ketadi. Xuddi mana joyida emasmi, bunday bo'lib ketib turganga o'xshaydi. Chiqib ketgani uchun. Bu oyog'im noqamas, mana shunisi juda nima? Shu katta suyangiz chiqib ketganiga moyimda tortdim-ku, o'sha o'rtasidagi to'g'ri keladi-da shunga. O'sha ushlab turib, mana qirs o'tib yana kelyapti. Ana shuni avaylashingiz kerak-da siz. Sizni javob kelib qo'yingiz. Ishda mayer og'rimayaptimi? Bor, kimday bu? Shu yerda ham chiqib ketibdi. Hamma yoq chiqib ketdi-da. Hamma yoq chiqib ketibdi. Tovoningizni ko'raychi. Mana. Yo'q, tovonda og'riq yo'q. Qaysida botadi? Tovoningiz mayer og'rimaydimi? Yo'q, mana tortdi, mana. Bu yer bo'lsa orqasini ko'rganmi-ku? Yo'q, shu oyog'im tortdi ertalab. Tushunadi. Agar tovon og'risa, u boshqa narsa bo'ladi. Endi uni yerga qarab yotasizdan oyog'ingizni nariga qarab oyog'ingizni shu yerga qo'yasiz, ikmaga. Yerga qo'yasiz. Yerga qarab. Tovoningizni ko'rib, chunki mana tovoningiz orqasi chiqib ketganda. Ana shu yer. Bo'sh qilib yoting faqat. Birinchi mana shuni ko'rayinchi. Mana shu bo'sh qiling. Mana shunday, yana shunday yoting. Bo'sh qilib yoting. Faqat bo'sh qilib yoting. To'xtang. Solishim kerak edi.
Ağzıma. Oh, kurtulup gitti. Zor bordu da. Kavurlamayın. Tamam çıkıp gitti şu. Kaytıp gitme. 5 yıldan beri yürüyorsanız istemey. Yürümeyi böyle kararttım, kılardı diktirdim. Şitip samalı mı ola? Böyle hastayana bana nefes tutturun. Bunun üstüne solayın. Bir yer çıkıyor. Allah şu haber Rabbim. Ben de benim yüzümü yorup kıyar Rabbim. Çıkıp gitken de. Vay doğat. Hazır. Allah aşkına. Vay doğat. Ya Rabbim özüm şu haber. Vay doğat. Özüm şu haber. Vay. Vay be, kana ancha borib qoldi. Voy, dam oling.